Sizda labo bo'ladigan bo'lsa yoki yaqinda labo olmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, sizga albatta foydali bo'ladi. Bu labomiz ham tayyor holatga keldi. Turish holatiga bitta baho bersangiz bo'ladi. 21 mikronlar bilan, koronalari bilan idealniy holatga keltirdik. Nima dedingiz? Hammasi chiroyli holatda bo'ldi. Hojaga bitta baho berib qo'ying. Ichlarini ham oppoq qildik. Mijozimiz shuni so'radilar. Hammasi idealniy holatda va led chiroqlar bilan ustunovka qilib berdik. Hammasi, ya'ni sifatli materiallarni ishlatdik. Sifatli bo'lgandan keyin baribir chiroyli ham bo'ladi. Turish holatiga bitta baho berib yuboring. Hojaga bonusi mana shu duga va akkumulyator turadigan joylarni doimgidek bonusga qilib berdik. Mabodo metan ham ustunovka qilib bering degan bo'lsangiz, kuzovini teshmagan holat, mana shunaqa zapaskalar turish holati bilan hammasini, ya'ni baklarni surgan holatda idealni qilib ustunovka qilib berish variantimiz bor. Mana shunaqa mayda-shuna narsalarni ham chiroyli holatda o'rnatib berdik. Ko'p gapirib yording, narxini ayt deyishingiz mumkin. Mana shu turish holati 12 millionga ustunovka qilib beramiz. Metanda esa alohida 2 million 700 bo'ladi. Mabodo qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi.